Assalomu alaykum. Keling, bugun mana shu qizimizni makiyajini birgalikda sizlar bilan birgalikda qilamiz. Hop, bizda birinchi yuzimizga baza surtib olamiz. Tozalangan yuz, Forever bazasi yuzimizga yaxshilab singdirib surtib olamiz. Qancha qo'l bilan yaxshi ishlab bersangiz, tanakka shuncha yaxshi yotadi. Endi qoshimizni pastga tarab olamiz yaxshilab. Notni fiksatori. Qoshimizni pastga birinchi tarab olib, keyin tepaga qarab taraymiz. Orasiga kirishi kerak fiksatorimiz. Birinchi qoshimizni tarab oldik, endi ikkinchisini taraymiz. Yaxshilab tarab, ozgina qotishini kutsak, keyin bo'yashga qiynalmaysiz. Qoshimizni tarab, tepaga polniy taraganimizdan keyin yonga ozgina yotqizamiz. Endi buni oddiy tem bilan bo'yaymiz. Qosh bo'yashda fiksator bilan ishlashni o'rgansangiz juda ham oson. Qalamingiz qiyshiq bo'yalib ketsa ham, boshqa chekkasiga chiqib ketsa ham, fiksator bilan yopib yuborsangiz bo'ladi. O'shaning uchun fiksator bilan ishlashni yaxshilab o'rganing. Hamma ham qoshni tep-tekis lineykada o'lchaganday o'lchab chiza olmaydi. Hamma chizib oladida, keyin fiksator bilan to'g'rilab qo'ya qoladi. Eng osoni shu bo'lib ketgan hozir. Qoshimiz tem bilan bo'yimiz oshiqcha chiqib qolgan joylarini pastida o'sgan qoshlarimizni fiksator bilan yopib yuboramiz. Oddiy tem bilan bo'yayapman qoshini. Nimadirlar bilan emas. Oddiy tem. Ikkinchi qoshini bo'yaymiz. Videoni oxirigacha kuzatsangiz, bunday qanday nima qilib bo'yaganlar hammasini batafsil tushuntirib beraman. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyaga yozing. Qayerda qanaqa xato qilgan bo'lsam, salon sohasini yaxshi tushunadiganlar bo'lsa, obunachilarimiz orasida xatoliklarimni yozib keting. Endi men ancha vaqtdan beri ishga chiqmaganman. Uyda buni qo'shnilar bilan birgalikda ishlayman. Bundan oldingi videolarimda qoshda ipda chizish, ipda bo'yash usulini o'rgatganman. Yangi obunachilarimiz qolgan videolarimni ham ko'rib chiqsangiz, oson qosh usullarini chizish videolarim ham bor. Bemalol ko'rib, foydalanib, o'zingizda sinab ko'rsangiz bo'ladi. Eng oson usulda o'rgatganman. Endi ko'zimizga konsiler surtib olamiz. Qosh bo'yicha savollar bo'lsa, bemalol bering. Bizda tonalka kartrijniki ko'rsatgandim, to'g'risi tepada qolib ketdi. Videolarimda ko'rinmabdi. Hamma narsani shu tepa qismida ushlab turgandim, ko'rinmay qolibdi, qaramabman kameraga. Kimda qanaqa savol bo'lsa, qaysi parfumeriyani tushunmagan bo'lsangiz, aytsangiz, hammasini ko'rsatib o'taman. Konsiler chizib olamiz. Qizimiz sepkilli, unaqa bo'rttirmaymiz, makiyaj yosh. Pudra surtib oldik ko'ziga. Rumyani. To'g'risi kameram yaxshi yetkazib bera olmayapti. Yuz shakli polniy tiniq chiqishi uchun juda ham ko'p ishlatishimga to'g'ri kelar ekan. O'shaning uchun juda ham yetkazib bera olmagan. Highlighter yuzimizga, qoshimizdagiga ham highlighter birinchi surtib olamiz. Tendan avval qoshingizga juda ham chiroyli effekt beradi. Yaltiroqlar to'g'risi yaxshi ko'rinmagan. Endi tabiiy qilib olganim uchun ten fioletiviy rangdan foydalandik tendan.
O'sha boyagi tendan ishlatgan rangingizda burningizda shakl chiqarib olasiz. To'qroq rangidan endi ko'z musoqa qismiga. Videolarim yoqqan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling. Qolgan videolarimni ham ko'rsangiz, ayol-qizlarimiz uchun judayam foydali videolarim bor. Kimda nima bo'yicha qiziqish bo'lsa bemalol ayting. O'shanga qarab men video tayyorlayman. Kiprigimiz tekis kiprik bo'lgani uchun ozgina qayirib olamiz uchini. Kiprik bilan alohida bo'lib qolmasligi uchun tush qo'yib olamiz. Kiprik krem surtib olamiz. Kipriklarimizni yopishtirib olyapmiz. Kiprik dum qismiga ozgina uzunroq, oldi qismiga kaltaroq razmerda terdim. Hop, videoni oxirida ko'rasiz rezultatini. Podvodka. Men ishlatgan narsalarim falon pulli narsalar emas, oddiy. Chunki men sizlarga uy sharoitida makiyaj qilishni o'rgatyapman. Oddiy tendan ham yuzingizga, ham ko'zingizga ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol hamma narsaga foydalansangiz bo'ladi. Oddiy tendan ham. Meni sharoitingiz bo'lsa, olganingiz yaxshi-ku. Balki meni har bitta ishlatiladigan joyingizga alohida olganingiz yaxshi, lekin ko'pchiligimizda imkoniyatimiz bo'lmagani hisobiga ana shunday foydali videolarni ko'rib, oddiy tendan har xilcha usulda foydalansangiz bo'ladi. Ko'zimiz tagiga ten surtib olamiz. Labimizga kontur surtib olamiz. Pudra surtganim to'g'risi ko'rinmay qolibdi videoda, kesib tashlabman, kechirasiz. Pudra ham surtib oldim. Makiyajimiz deyarli tayyor. Yozgi kuni ming qimmat tonalkadan ishlatsangiz ham baribir makiyaj oqadi. Shuning uchun makiyaj oqib ketmasligini videolarni ham ko'rsating deganlar uchun savollarga javobim shu. Makiyaj qotiradigan sevib oldik, ozgina qotiramiz. Va makiyajimiz tayyor. Ko'rishimiz mumkin. Baho berib keting makiyajimga.